O'zbekiston Respublikasida juda ko'p chorvachilikka qiziqadigan insonlarning sonini ko'paytirib yubordi. Ayniqsa qo'y yo'nalishida. Quruq holatda shunday berganda suvni berib qo'ygan, bo'kib qolgan qo'y. Keyin to'xta dedim, Zohidjon aka videolarini ko'rganman. Hali ozgina tajriba borda shunday sut olib dedim. Sut olib keldim, oq yog'ni olib keldi. Ikkalasini shunday bitta idishga qo'yib aralashtirib, hali qo'yga ichirdik. Qo'yni ichiga tushgandan keyin qo'yga shunday o'rtasida mana qonini mana yumshoq joydan ushlaysiz. Yumshoq joydan ushlab mana shunday ushlaysiz. Mana shu holatda mana masaj qilasiz mana. Mana shu holatda masaj. Tirnoq o'sgan sari ichiga haydaydi. Mana qo'ydi ham, odamni ham misol uchun tirnog'i ichiga o'sib ketadi, shunda oyog'iga og'riq beradi. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ahmadullo o'z kanalining qadrli obunachilari. Do'stlar, bugungi mavzuyimiz ko'rib turganlaringizdek qo'y haqida bo'ladi. Qo'yni kasalliklari, uy sharoitida davolash, qanday davolash haqida bir video rolik qilay dedim. O'zim qo'shnimning qo'ylari, shaxsan o'zim qo'ylarimni ham bir chiqargan edim. Narigi kanalimni qolib ketdi. Xudo xolasa, bu yangi kanalimga ham joylab boraman. Do'stlar, Poltaxtada qo'y boqish uy sharoitida. Bu akamiz 2 yildan beri qo'y boqasiz aka, Poltaxtada. 2 yildan beri Poltaxtada qo'y boqasiz. Poltaxtada qo'y boqishning afzalliklari juda zo'r. Birinchi afzalligi qish kunida oyog'in tagi mana bitta qo'yni misol qilib oldini oxiridan qo'ydik mana shunchalik razmerda bitta qo'y turadigan bo'lsa agar yer qish kunida loy balchiq bo'lib ketadi, siydikni hisobida. Siyadi nam bo'lib balchiq bo'lib ketadi. Lekin Poltaxta bo'lsa turaveradi. Qishin yozini quruq tagi. Birinchi afzalligi. Ikkinchi afzalligi go'sht. Go'shiga ko'pchilik aytadi, hali ba'zi qo'ylarda hidi bor deydi. Nimaga desa deydi, haligi yemda turgan qo'ylarda bitta joyda turaverib, yotib turaverib, go'ngni hidi o'zini axlatini hidi urib yuborar ekan. Ikkinchi afzalligi shu, hidi urmaydi, go'shiga hidi urmaydi, taxta qoldi afzalligi. Xo'p, yana qanaqa afzalliklari bor? Yana bitta uchinchi afzalligi, misol uchun mana shunchalik joyda 4 ta qo'y turadigan bo'lsa, qish kunida 5 ta ham tursin mana. 5 ta ham tursa agar yer joy bo'ladigan bo'lsa, yer bo'ladigan 5 ta qo'y turadigan bo'lsa, qish kunida balchiq bo'lib ketadi. Qishda balchiq tagi loy bo'lib ketadi-da kerak bo'lsa. Tagi agar suv nam tortmaydigan bo'lsa, agar taxta pol bo'ladigan bo'lsa, alohida qilib nechta bo'lsa ham sig'dirib olsangiz, 6 tagacha sig'dirsangiz bo'ladi kerak bo'lsa. Do'stlar, xo'p, videoni ko'p kuttirmaymiz. Bugungi mavzuyimiz o'zi aslida men ham qo'y mutaxassis emasman. Endi men o'zim uy sharoitida qilib yurgan ishlarimni obunachilarimga, qadrli obunachilarimga ilinish niyatida bitta video rolik tayyorlay dedim. Adashmasam, Farg'onaning quvvalik Zohidjon aka bor. Zohidjon Hakimov deb YouTube kanallarida ham juda mashhur bo'lib ketdi akamiz. O'zi ham hozir o'zining отдельный kanali bor, Zohidjon Hakimov deb. YouTube'da videolar qo'yib boradi. Chempion qo'chqonlari bor. Uy sharoitida qo'yni qanday boqish kerak, uy sharoitida qo'yni qanday davolash kerak, o'zining fermalari bor, Toshkentda, Farg'onada qo'y fermalari. Seleksiya bilan shug'ullanadi akamiz. Ham bo'rdoqchilik yo'nalishida ham ish olib boradi, mana shu chorva yo'nalishida. Ana shu ishansanglar, asha chorvachilik Zohidjon akani videosini ko'rganimdan keyin men ham qo'y boqishga qiziqishim shunaqangi ortib ketdi. Hatto ishansanglar mana hozir o'zingizlarga yaqqol misol qo'shnim chaqirib turibdi, ukol qilgani. O'zi men umuman mutaxassis emasman. Asha Zohidjon akani videolarini ko'rib, tajriba asosida o'zim qo'ylarimni qilib Xudoga shukr, mahallaning qo'ylarini hindechasiga aytganda, to'g'rimi? Shavkat aka qo'ylarini ham ukolni qilyapti. Yaqinda haligi Azamat tog'ani qo'yib bo'kib qoldi bahorda. Haligi katta soliq qo'ygan, meni chaqirdi, ukam telefon qilib, aka bitta nimamizni oshnama qo'yib bor ekan, so'yib yuborish kerak ekan, bo'kib qoldi dedi. Bo'ldi deb o'tsam, qarasam hali inqillayapti. Rosa og'ir bo'kkanda qo'y. Og'ir bo'kib qolgan. To'xta dedim, bu nima bering desam, asha nonni, makkani, bug'doyni, xullas hech narsani uqolantirmasdan faqat hali suvga yo'q. Quruq holatda shunday berganda suvni berib qo'ygan, bo'kib qolgan qo'y. Keyin to'xta dedim, Zohidjon aka videolarini ko'rganman. Hali ozgina tajriba borda shunday sut olib dedim. Sut olib keldim, oq yog'ni olib keldi. Ikkalasini shunday bitta idishga qo'yib aralashtirib, hali qo'yga ichirdik. Ichirib, qornini ishonsangiz Shavkat aka bir 2 soatdan oshiq masaj qildikda, qornini mana shu ko'tarib tushiramiz, ichiga bunaqasiga haydaymiz, ko'tarib tushiramiz, 2 soat urindi. 2 soatdan oshiqroq, faqat 3 soat ekan. Men qo'lim tolsa, u asha ukamning oshnasini masaj qiladi, meni qo'lim tolsa, uni qo'li tolsa, men o'taman. Ashuna qilib hali qo'ydi, ichi o'tdi. Ichini o'tkazib, keyin men ketdim. Ertasi kuni aytasan javobim deb ketdim. Ertasi kuni telefonlasak, "Yo aka, qo'y yaxshi ichi o'tyapti, hozir narsalar yeb yuribdi" dedi.
so'yilmay qolib ketdi. Haligi katta soliq qo'yilgan. Ishonsiz ichida bolasi ham bor degan. Hali mazasi qilib bolasi chiqib qolyapti. Yo'q, zarar bo'lmabdi. Keyin u qo'y pasti 3 oydan keyin tug'ib berdi. 3 oydan keyin katta bola tug'ib berdi. Xudoning fazli bilan asha Zohidjon akani videolari sabab bo'lib Ashakaga rahmat aytaman to'g'risi. U aka to'g'risi O'zbekiston Respublikasida juda ko'p chorvachilikka qiziqadigan insonlarning sonini ko'paytirib yubordi. Ayniqsa qo'y yo'nalishida. Qo'yga mehr berish, qo'yni uy sharoitida davolash, bozordan olib kelgandan keyin qanday holatda birinchi lecheniyalar qilinadi, qanday tartibda baqiladi, hammasini Zohidjon akani shu videolarda joylangan. Xudo xohlasa inshaalloh keyingi haftaga Farg'onaga meni taklif qildi Shavkat aka, faqat malina yo'nalishida. Biz endi videolarimiz aralashuv. Malina yo'nalishida O'zbekistonda 150 tonna malina yetishtiradigan malina plantatsiyasi, xullas katta joy bor ekan gektar. Shunga aytishdi, bir haftadan keyin xudo xohlasa yo'lga chiqaman. Inshaalloh agar Zohidjon aka nomerlarini ham topsam, balkim Allohning tavfiqi bilan bu videoni ko'rib qolar Zohidjon aka. Ko'rib xudo xohlasa Ashakani oldiga o'tish ham niyat bor. Agar narigi haftaga nasib qilsa, u akani oldiga ham o'tamiz. Do'stlar, videoni ko'p kuttirmaymiz. Hozir mana shu qo'chqarlar olib tushaman. Bu qo'chqarlar pastli 3 oy, 4 oy vaqtdan beri yemda turibdi. Do'stlar, et boshi juda zo'r holatda, zo'r o'zgardi haqiqatan, to'xtab qoldi. Soatma-soat yemi beriladi. Akamiz o'zi juda tartibli odam. Keyin nimani? Yana bitta afzalligini aytib qo'y, taxta qoldi. Haligi yerda bo'ladigan bo'lsa, yerda ko'chirib lapatkada haligi qiynalib ham o'tirmaysiz. Go'ngini qarang, go'ngini. Operator ko'rsatib oling-da. Pastga go'ngini qarang, tartibda. Shunaqa cho'tki tartibda turibdi. Endi moni qarang. O'zi bu akamiz o'zi hafsalali odam, endi taxta qoldi, yana qo'shimcha bo'ldi. Moni qarang. Mana obunachilar mana. Go'ngni ko'ryapsizlar, shunday olasizlarda mana. Shunday olasizlarda mana. Shunday qilib agurkka sachiraverasizlar. Bu eng zo'r afzalligi mana shu go'ngda. Xohlagancha qoplab ishlatilaveradi. Taxta polda afzalliklari juda ko'p. Do'stlar, biz hozir bugungi mavzuda qo'yda uy sharoitida qanday davolash ikkita yo'lini aytaman. O'zim boshimga o'tkazganlarim, bitta qo'y tirnog'ini olishni ko'rsataman, terini ostiga bitga akamiz ukolab degan ekan, shu teri ostiga bit zarari nima deydi? Xullas, teri osti kasallik, teri ostidagi parazitlarga xo'p qarshi ukolab kelgan teri osti yashini qilamiz. Men hozir qo'yni olib tushaman o'zim. Qani kelingchi, jonivor. Chun. Hop. Hop. Hurmatli obunachilar, katada katta ko'rinmaydi, kichkina ko'rinadi katada. Turgan qo'y. Mana. Qo'yimiz. O'zi bu qo'zi qo'chqar, bu tish buzmadi hali. Yo'q. Buzmagan. Mana. Ko'rsatdi, tish buzib qo'yibdi bu. Buzibdimi? Ha, bu buzib qo'yibdi. Buni yoshicha kattaroq qildi o'zi. Narigilarizniki yoshroq. Lekin bu bo'lsa ham et boshi zo'r o'zgaribdi lekin Shavkat aka. Xo'p, hozir bir narsani aytib ketaman dedim shu yerda. Ha. Hurmatli obunachilar, qo'yni bozordan olib kelgandan keyin, Zohidjon akaning videolarida ham bor. Men shaxsan o'zim mana shu usulni qo'llayman. Qo'yni ko'pchilik yemini beradi, o't hashigini beradi, beraveradi, baqaveradi. Nimaga sevirmayapti deydi. Ko'pchilik mehr degan narsa bor. Hali Zohidjon aka mehr bermasanglar qo'yga, liboy narsaga mehr bermasanglar o'zgarish bo'lmaydi, foyda bo'lmaydi deydi. Qo'yni ishqibozlar ham mehr berib yaxshi qaraydigan bo'lsa, qo'yda ham foyda zo'r ekan, to'g'risi. Birinchi bozordan olib kelganimizdan keyin qo'yda tashqi paraziti, ichki paraziti, jigar qurti, ichak qurti lecheniyalarni qilib, keyin sekin moslashib, yemini grammlari bor. Zohidjon akaning Telegram kanalida ham adashmasam retseptigacha berib qo'ygan. Gramigacha, haftama, oyma-oy. Do'stlar, xullas kalom, tashqi ichki parazitlarga qarshi kurashmasanglar, to'g'risi hayvon ham, buqa ham kerak bo'lsa, mol ham, qo'y ham semirish juda qiyin. Tashqi ichki parazitiga lecheniyalarni qilasiz, yemlarni soatma-soat berasiz, endi daromadini olaverasiz. Do'stlar, mana qo'ldan kelgancha hozir videoni boshlaymiz. Inshaalloh ko'rasizlar. Aka, ukolimiz tayyor emasida hali? Yo'q, ha. Kirgizib turaymi o'zi? Qancha grammdan edi? 2 grammdan. 2 grammdan. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganlaringizdek teri osti parazitlarga ekan. Hozir teri ostiga qilinadi. O'zi yoz keldi, bundan buyog'iga o'zi yoz keldi, bundan buyog'iga kralin bor. Kralinda o'zi cho'miltirsa, hamma bitkani, xullas parazitlarni to'kib tashlaydi. Kralin zo'r o'zi. Akamiz endi teri ostiga olib kelgan ekan, 2 grammdan qilinadi degan ekan.
Do'stlar, hozir katta idillar qilib qo'yamiz. Ko'rib turganlaringizdek, xudo xolasa. Eski usta boshlaydi. Shagirdga ma'lum oling. Do'stlar, buni teri osti hisoblanadi mana. Yaqinroq ko'rinadi. Mana teri osti mashinaga hozir sayt qo'yamiz. Bismillah. Tek. Ayaqsiz bo'lgan. Hurmatli obunachilar, do'stlar, bugun asha qo'yimizni poytaxtada tursa mana. Poytaxtani keyin ko'pchilik o'rayapti. Poytaxtaga baxtim qo'ylarim o'rayapti, deyapti. Endi biz ham ash ko'rgan bilganlarimizni tajriba asosida ko'rib turganlarimni shaxsan o'zim aytaman. Zohidjon aka ham aytdiki, hastir bitta videosida mana shu poytaxtada ko'p tursa agar uzoq baqiladigan qo'ylarga poytaxtda tavsiya qilinmaydi. Faqatgina qisqa muddatga bo'rdoqchilik yo'nalishiga poytaxtda tavsiya qilinar ekan. Keyin poytaxtada mas'ul bu joyda ham qo'ylarimiz bitta joyda turadigan bo'lsa, tirnoqlari o'sib ketadi. Именно poytaxtada emas. U tirnog'i o'sishi natijasida mana ko'rsatamiz. Hozir ontaraman. Mana hurmatli obunachilar, do'stlar, mana ko'ringlar, mana tirnoqni. Bu tirnoq o'sgan sari ichiga haydaydi. Mana qo'ydi ham, odamni ham misol uchun tirnog'i ichiga o'sib ketadi, shunda oyog'iga og'riq beradi. Mana ko'ryapsizlar, mana ichiga o'tib, uji tekizlashni boshlagan. Biz hozir buni olib tashlaymiz, qo'yimizni oyog'ini yengillatamiz. Mana oldindan ham ko'rsanglar, o'sib ketgan tirnoq oshishda. O'zi mana norma, mana shu yerdan. Do'stlar, hozir ko'ramiz. Mana oddiygina mana shu qaychida qo'ldan kelgancha olamiz. O'zi uzun qaychini yangisida olsak bo'lardi. Endi menga mana shu udobniy. Kimga qaysi udobniy bilmadim. Menga shu ma'qul kelyapti. Chunki qo'ylarimni ham o'zim shunda olaman. Bismillahirrohmanirrohim. Qani. Ana. Aka, tirnoqni oling. Mana do'stlar, mana tirnoqni oldik. Mana o'sib ketgan, oshcha o'sib ketgan mana. Hozir men ikkalasini ham tirnog'ini mana teng qilib olamiz. Mana. Ular ham Allohning jonivori. Buni ham mehr bermasa, endi bu ham. Mana do'stlar. O'tkazib kichkina ham chiqib oluvdimi? Mana do'stlar, mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Shu tirnoq ichiga qaytib o'sib boshlaganda mana. Kengayib qaycha. Men qaychalarni charchatman, qo'ylar kamligi uchun. Ishim ham bo'lmay qo'yibdi. O, zo'r. Do'stlar, mana. Yo'q. Ketyapti video. Do'stlar, mana. Qaychimiz ham kelib qoldi. Borilgan mana. Uchini narigini olasan, qattiq yumshoq narsani olasan. Do'stlar, mana hozir mana shu infeksiya qayerda bo'ladi desa qo'ydi. Mana shu yerda infeksiya bo'ladi mana. Tuyoq, ayni og'riq, shipirda chirish degan narsalar mana shu yerda chiqadi. Hozir mana shu turgan hamma uchala qo'yimizni ham tirnog'ini olamiz hozir. Do'stlar, bu endi bitta joyda uzoq muddat turgani sababidan qo'yimizning tirnog'i o'sib ketgan. Qo'ylarimiz ham xudo xohlasa tayyor inshaalloh. Mana do'stlar. Xo'p, do'stlar, mana tirnog'ini olib bo'ldik mana. E'tiborlar uchun mana ko'rayotgan bo'lsalaringiz mana. Mana ozgina qoldi. Hozir boshida mana shu tirnog'i chiqdi mana, tirnoqlar. Mana taylarni ham ko'rsatib qo'yamiz mana. Olinganlarimiz. Mana hozir mana oyog'ini tirnog'ini olib tugatdik. O'ziyotgan holatni ko'rsatmoqchi edik. Bo'lmay qoldi. Xo'p. Do'stlar, qo'yimiz bo'kib qolgan holatini bitta ko'rsatib qo'yaman obunachilarga. Xo'p.
yarim litr sut bilan yarim litr oq yog'ni bir-biriga aralashtirib turib ichirib yuborasiz. Qo'yni og'ziga baklashkadami biron shisha narsadami shunday ichirib yuborasizda, qo'yni ichiga tushgandan keyin qo'yga shunday o'tasizda mana. Qonni mana bu yumshoq joyidan ushlaysiz. Yumshoq joyidan ushab mana. Mana shunday ushlaysiz. Mana shu holatda mana massaj qilasiz mana. Mana shu holatda massaj qo'yni qorni. Mana. 100 ta 200 ta massaj qilaverasiz. Bu nimaga desa, sut bilan oyoq tushgandan keyin oshqozonga bo'kkan qo'yga ichida haligi aralashadi. Aralashtirib uni ichidan o'tkazadi. Ichidan o'tgandan keyin уже qo'y kelus tarafga yuradi. Mana bunaqa usuli ham bor. Mana mendan mana ichiga urasiz. Endi qo'yimiz bo'kmagan. Ichiga mana shu qonini ko'tarib tushirasiz. Mana shunaqa oxiri ichi o'tib ketadi. Qo'yingiz ham inshaalloh yaxshi bo'ladi. Do'stlar, bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Ular uchun yaxshi manfaatli videolar qilishda inshaalloh davomli bo'lamiz. O'z bolalaring uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.